Kim? Taklif etamizmi davramizga? Qarsaklarni bitta qarsillasa keyin chaqiramiz. Qani taklif etamiz, bo'lmasam kutib oling, kechamizning maxsus mehmoni Sevinch Ismoilovani qarshi olamiz. Marhamat. Aynan shu yerda, shu sahnada, shu joyda siz muxlislarimiz bilan diydor ko'rishgandik. Juda ham ajoyib konsert dasturi bo'lgan edi. Mana oradan ko'p vaqt o'tmasdan yana sizlar bilan diydorlashyapmiz. Shuning uchun meni kayfiyatim yana ham so'radi. Va o'ylaymanki, sizlarning ham kayfiyatinglar a'lo. Buni ovozinglardan, qarsaginglardan bilib olamiz. Xo'p. Hali bo'lmasa sizlarni ko'p qilmasdan sevimli bo'lgan, sizlar uchun sevimli bo'lgan qo'shiqlarimiz bilan boshlaymiz. Marhamat, qani keling.